o'sha 23 yoshligim hozirgi holatiga kelib qolganda balki o'sha kuchli beshlikda o'ynayotgan bo'lardim deb o'ylayman. Har bitta sohada nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Menda shunaqa voz kechadigan narsa oilam bo'lganda, De Bruyne kelganda almashtiramiz deganda. Просто. Almashtiramiz degan. 2006-yil Nipomnishi trener bo'lib kelgan payt. Даже skameykada joy yo'q edi menga. Shu sanadan Sardorga bog'ichini taqqilishiga qancha vaqt o'tdi? Hammasini kutib olaman hozir. Hammaga assalomu alaykum. Butun mamlakat bir jamoa blogining ikkinchi qismi. Oldimda Odil aka Ahmedov Va men bilan birga Doniyor taktika futbolimiz. Biz hozir Namangandamiz. Bu joyga kelishimizning asosiy maqsadi men tug'ilib o'sgan joyni sizlarga ko'rsatib berish. Ertalabdan yo'lga otlanganmiz. Maqsad Namanganga yetib olish. Odil akani uylarida, Odil akani shaharlarda mehmon bo'lamiz. Toshkentdan Namanganga yetib olishda biz Yandeks'i yangi shaharlar aro xizmatidan foydalanamiz. Yo'lda ham kuzatib borsanglar, yo'limiz qanaqa bo'lganini videoda tasvir etishga harakat qilamiz. Namangan yo'lini o'rtasidamiz. Hozir Perivalda ovqatlanishga to'xtadik. Odil akani kutyapmiz. Nasib hozir Odil aka bilan kirib, shu yerda lider shashlik bor ekan, o'shani yeb ko'ramiz. Assalomu alaykum Odil aka. Yaxshi dam oldingizmi? Vodiyga samolyotda kelish Gunohdek. gunoh. Chunki shunaqa chiroyli tog'lari bor. Men ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa chiroyli ko'k bo'lib yotibdi ikki tarafingiz. O'shaning uchun har doim mashinada kelishga harakat qilaman. Atmosferani qarang. Chiroyliligini. Toshkentga birinchi marta 2000-yillarning boshida ko'chganman dedingiz, to'g'rimi? Demak, o'sha 25-26 yil. 26 Deyarli endi chetda o'ynaganlarga hisobga olmasa, har doim qatnab turasiz yordamga. Har doim qatnab turaman. Endi asosan o'sha futbolni tugatganimdan keyin endi ko'proq borib turaman. Chunki oyim, aka-ukalarim vodiyda yashashadi. O'zim Toshkentda oilam bilan, bolalarim bilan Toshkentda yashaganim uchun oyimni ko'rgani kelib turaman. Ko'proq. Oldin vaziyat shunaqa bo'lgan. Toshkentda o'qiganimda sharoit bo'lmasdi, kelib ketishga, yo'l kiraga sharoit bo'lmasdi. Shuning uchun 1 yilda 2 marta kelardim. Yozda, qishda. Dam olish ta'til paytida kelgansiz. O'sha o'qish, endi yangi yilga kelardik, bir haftaga. Keyin ketardimda, shu bilan iyulda kelardim bir haftaga. Shunaqa qilib o'qishni tugatganmiz. 6 yil shunaqa rejimda bo'lgan. 1 yilda 2 marta kelardim. Keyin Paxtakorda o'ynaganman. Paxtakorda o'ynaganimda vodiy klublar bilan o'ynasak, o'shanda kelardim. O'yindan keyin bir kun uyda qolib, keyin yana ketardim. Haligacha ham ertaga Namanganda uyingiz qishloqdami yoki o'sha shaharda? Qishloqda. O'sha tug'ilib o'sgan joyim. O'sha qishloqda o'sha oyim, aka-ukalarim, opam o'sha joyda yashashadi. Haligacha ham munosabatli qo'shnilar bilan bordi keldi hammasi yoki o'sha hozir sal kamaygan? Yo'q, haligacha bor. O'sha qishloq hayoti qanaqa bo'lsa, oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqada. Lekin bu hamma narsa o'sha o'zingizga yoqadigan, sizga qanaqadir rohat beradigan, oilami, boshqa mayda har xil komfort deylik, shunaqa narsalardan har kuni kechish kerak. Buni siz o'zingiz misolingizda bu qanaqa o'tgan? Bu sizga birdaniga o'sha siz o'zingiz shunaqa bo'lib tug'ilganmisiz yoki buni ustida ishlab o'rgansa bo'ladimi? Endi baribir har bitta sohada nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Menda shunaqa voz kechadigan narsa oilam bo'lganda. Oilam bo'lgan, chunki
endi har bitta yosh bola ota-onasini yonida yurgisi keladi. Har bitta yosh bola. Endi men yoshligimda o'sha 4-sinfda uydan chiqib ketganman. Namangan futbol litseyida o'qiganman. Shanba kuni kechqurun kelardim, dushanba kuni ertalab ketardim yana. Keyin o'sha 2000-yil Toshkentga kelganman. Oiladan umuman uzoqda bo'lganman-da. Oiladan umuman uzoqda bo'lganman. Shu narsani haliga tushunib yetganman. Demak, men futbolchi bo'lmoqchimanmi? Hamma narsaga chidashim kerak. Sizda faqat o'zingizni hayotingiz uchun mas'uliyat emas, butun oila uchun ham Butun oila uchun mas'uliyat. Demak, oilangiz oldida qanaqadir burchi ham hammasini qildim deb ko'nglingiz to'ygan hozir. Ko'nglim to'lgan. Ha, agar o'sha moliyaviy tarafdan oladigan bo'lsak, ko'nglim to'lgan. Ko'nglim to'lgan chunki o'sha oldingi vaziyatga qaraganda, misol hozirgi vaziyatda o'sha sezilarli darajada farq borda. Hozir imkoniyatlarimiz bor hamma narsa uchun. Oldingidaqa haligi kamchiliklar yo'q. O'sha o'zimiz xohlagan narsani qila olamiz hozir. Endi hali juda ko'p jihatlardan farq qiladi. Odam baxti uchun pul qanchalik muhim? Pul juda katta rol o'ynaydi. Chunki o'sha sizni birorta muammoyingiz bo'lsa, pulsiz hal bo'lmaydi. Agar kasal bo'lsangiz, pulsiz hal bo'lmaydi. O'shaning uchun pulli o'rni juda ham katta. Farhod Tojiyev tanmaganligi. Toshkent shahar futbol akademiyasining direktori. Bugun Vodiyga ketyapti. Vodiyda chunki bularni akademiyasining bolalari birinchi ligaga komanda qo'ygan. Namangan bilan o'ynashadi. O'shaning uchun mana bu yerda bolalarini uchratdik. Jaydari joyda. Shunaqa joylar zo'r o'zi. Eng mazali ovqatlar shu yerda bo'ladi. Eng mazali ovqatlar Jaydari joylarda bo'ladi. O'zbek ovqatlarini bir necha marta og'irdi deysiz. Mana qarang, zakaz qilgan ovqatingizni endi O'rtaga ozgina deganimiz. endi o'zingiz yeysiz-da buni. Men rejimdaman, o'tirib endi. Ko'proq uyda ovqat qildiraman. Uyda ovqat qildiraman chunki ko'chaning ovqatlari baribir me'damga tegib qolganda. O'shaning uchun Uydagisi boshqacha baribir. Uydagisi umuman boshqacha-da. Chempionlar ligasida o'ynamaganman yoki top 5 chempionatda kuchimni sinaganman degan afsuslar yo'q, armonlar yo'q. Yo'q, afsus yo'q. Endi hammasi nasib. Lekin xohlaganman. 23, 24 yoshligimda juda ham xohlaganman. Ko'p bor ketishni ham istaganman. Qaysidir joyda o'ynayotgan klubimga to'g'ri kelmagan, qaysidir joyda shu oladigan klubga to'g'ri kelmagan. Transfer anaqalari, kelishuvlar. Lekin juda ham xohlaganman. O'tish imkoniyati ham bo'lgan. Agar hozirgi holatga kelib qolganda, o'sha 23 yoshligim hozirgi holatga kelib qolganda, balki o'sha kuchli 5likda o'ynayotgan bo'lardim deb o'ylayman. Eshitganinglardek, biz Odil aka bilan Jahon chempionatida ham birga bo'lamiz. Jahon chempionatida bilasizlar, butun dunyodan kelgan muxlislar bo'ladi, har xil davlatlardan. Ular bilan suhbat qilib, ular bilan muloqot qilib, har xil savollar berib, gaplashmoqchimiz va uchrashmoqchimiz o'sha muxlislar bilan. AQShda ham, Meksikada ham Odil aka bilan shu to'g'risida maslahatlashib, qanaqadir sovg'a qilishni o'yladik. Nima qilamiz deb o'ylaganimizda, bilasizlar, Odil aka o'zlari Namangandanlar va yo'lda Namanganni viloyatidagi Chus shahrida o'zini do'ppisi bor ekan, mashhur. Bu uyda tikishadimi do'ppini? Shunaqa ha. Endi Bugun shanba anaqa ishlamaydimi? Bozorlar ishlamaydi? yo'q, ertaga bozor. Uni bilganda haligi naqa bo'ladi, kelishib olardik. Bugun ham o'sha yerda o'tirardi kutib sizlarni. Ustaxona o'zini ko'rsangiz zo'r bo'ladi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xola? Hammasi qo'lda qilinar ekanda bularni. Hammasi ha? qo'lda tikiladi. Mana ham mana qo'lda tikiladi. Shuni ko'rsataman sizga. Работа, hammasi. Ha. Hammasi ручная работа. Mana shular hammasi. Hammasi Mana buni orasiga haligi korobka qo'yilar ekan. Korobkami, qog'ozmi qo'yiladi? qog'oz qo'yiladi. O'zini spets ashna qog'ozi Piltakachilarimiz ham bor, bo'ladi. endi olib kelmadim. Ha. Anaqada temirda pilta qilinadi. Buni qilib orasiga nima qilib turib qog'oz qo'yib mana tikib, orasiga qo'yiladi. Mana bu mana ko'rasiz-ku, yo'l qilib oldi mana bundoq qilib choklab chiqiladi. Ha. Demak, o'shani orasiga qog'oz qo'yilsa, demak bunaqangi qattiqni do'ppi bo'lib chiqadi-da. Qaysi boshqa odam qiladi, faqat hammasini o'zimiz qilamiz. Fabrika bo'lardi, duk fabrikasi. Rasm prosta. O'sha topshirishardi. O'shanda o'rganganman buni. Normal. Bunaqasiga keyin to'xtatding. Bunaqasiga. Bunaqasi. Mana shundoq. Bolaga ham zo'r ishdi. Mana yo'li orqaga bo'lish kerak. Yo'li yonga bo'lishi kerak. Yonga. Ha. Mana chizig'i yonga bo'ladi. Terrasimga chiqamiz. Yo'lsiz. Ya saltoq chiqaring oldinga. Saltoq chiqaring. Ana shundoq. Ana shu chiroyli yarashdi. Shu do'ppini AQSh va Meksikaga olib boramiz. O'zbekistonning o'yinlaridan oldin stadionlar oldida, o'sha shaharlarda butun dunyodan kelgan muxlislardan gaplashib, nasib mana shu chiroyli do'ppilarni sovg'a qilamiz. Qo'l bitmomi Ronaldo, Zidanlarni oldida Mirjalol Qosimov, Odil Ahmedov. Ha. U endi bu bolalarga endi motivatsiya bo'lishi uchun Ha, ha, ha. e'tibor bersangiz, har bitta kuchli futbolchini qo'yilganda uni gapirgan gaplari. Bu yerda Navbahor istoriyasi hozir. Misolasi. Lekin afsus, Siz Navbahorda o'ynamagansiz. Navbahorda o'ynamagan. Bu ham armon bo'lmaganmi? Yo'q, endi haligi endi baribir har bitta yosh bola Namangan tug'ilgandan keyin u Navbahorda o'ynagisi keladi. Sizni kelganingizda bu yerga Paxtakor safida Navbahorga qarshi o'ynashdi. Har doim ham muxlislar yaxshi kutib olishmagan sizni. Yo'q, har doim Har xil emas. Har doim yaxshi kutib olishmagan. Endi bu haligi tushunsa bo'ladigan holat. Muxlislar tushunsa Ha, bo'ladi. chunki men Paxtakor jamoasini himoya qilyapman. Ular misol o'zini yaxshi ko'rgan klub Navbahor. U joyda kelib men ba'zida gol urib ketardim. Namanganlik bo'lib. Ha. Endi muxlislarga juda yoqmas bu narsa, lekin haligi professional bo'lib men o'zim ishimni qilganman. Xotiringizda qanaqadir shunaqa muxlislar bilan to'qnashuv bir narsa holat qolganmi? Qolgan o'sha Paxtakor bilan kelganmiz. Endi men haligi gol ursam doim anaqa qilardim. Haligi rahmatli dadamga sizga bag'ishladim, golim sizga deb qo'yardim-da. O'sha gol urganmani xuddi shunaqa qilganman, golim sizga deb bag'ishlab shunaqa qilsam, bu qo'l boshqacha ko'rinishda borgan hamma uchun. O'rta barmog'i ko'rsatding degan o'sha vaqtda NVDni zami bo'lardi, esimda yo'q, ismlari esimdan chiqdi. Uyimga kelib haligi olib ketib meni shu darajada qattiq haligi bo'lgan, menga tazyiq bo'lgan ular tarafdan-da. Keyin endi hammasi joyiga tushgan, endi hamma tushunib yetgan. U narsani videoda keyin o'zimizni operator ko'rsatib bergan. Endi shunaqa noxush holat. Joyida muxlislar reaksiyasi qanaqa bo'lgan? Baqir-chaqir bo'lib ketganmi? Endi baqir-chaqir bo'lgan. Chunki Goldan keyin. goldan keyin endi men gol uryapman, meni komandam yutyapti-da. Bu aytyapman, bu normal holat. Endi baqirib so'kkan paytlari ham bo'lgan, lekin vaqti kelib endi hammasi joy-joyiga tushadi. Sizga tegmagan bu narsa, to'g'ri tushungansiz hozir. Men to'g'ri tushunardim. O'zi vodiyga kelsam doim bu so'zlarni juda ko'p eshitardim. Karyeringizda raqib jamoada o'ynagan eng kuchli raqibingiz kim bo'lgan? De Bryuyne. De Bryuyne'ga qarshi Liga Yevropada o'ynagansiz. Liga Yevropada o'ynaganmiz.
Qanaqa bo'lgan bilasizmi? Krasnodarda o'ynaganmiz endi. Men uni De Bruyneligini bilmaganman ham. Yo'q, birinchi yo'q, Krasnodarda o'ynagan ekanmiz. Bilmaganman deb, endi o'yinda shunaqa o'ynayapti, endi shunaqa paslarni beryapti. Kim ekan bu futbolist degan chiqqanman-da, shuna chiqib ketyapsam, De Bruyne kelganda almashtiramiz deganda. Almashtiramiz degan. Men undan oldinroq bittasiga aytib qo'ygandim. Bo'pti, ichkariga kiraylik dedi. Keyin men aytdim, narigi bolaga bilan almashtirmoqchi emasman. Kirib ketgan. Chiqib turib o'tiribman, hamma De Bruyne deyaveradi. Keyin internetda qarasam, u anaqada o'sha mahal Wolfsburgda o'ynardi. Eng yaxshi o'yinchilardan biri. Vaqti o'tgandan keyin u ketdi, Manchester City. Futbolka ham yo'q. Shunaqa qiziqarli voqea bo'lgan. Sizni fikringizcha eng qiyin pozitsiya qaysi? O'rta polzashita. O'rta himoyaviy yarim himoyachimi yoki O'sha himoyaviy yarim himoyachi ham, hujumkor ham, chunki mana siz o'rtadasizda, bu yog'ingizda ham o'yinchi keladi, bu yog'ingizdan ham keladi, orqangizdan ham, oldingizdan ham yopadi-da. Agar siz mana kirayda o'ynasangiz, mana qarang, agar kirayda o'ynayapti, bu qabul qilgandan keyin bu yoqda o'yinchi yo'q. Hech kim yo'q. Bitta o'yinchi qabul qiladi, xolos ana. yoshlar misol uchun o'sha terma jamoamizni ham olib qarasak, o'zingiz aytgandek, shunaqa individual mahoratni ko'rsatadigan o'yinchilar ko'p, lekin maydonda haqiqatan ko'rsatadiganlarni bitta qo'lli barmoqlardan sanab chiqsa bo'ladi. Misol uchun o'sha Abbos Fayzullayev olsak, u qanaqasiga boshqalardan shunchalik farq bo'lib katta bo'lgan? Endi baribir birinchida qobiliyat o'sha Abbos Fayzullayev men ko'rgan futbolchilarning ichida haligi eng to'g'ri qaror qabul qiladigan futbolchida. Hamma to'pni to'xtatishlari oldinga, paslari oldinga, o'zi oldinga yuguradi. Haligi futbol agar murabbiy bo'ladigan bo'lsangiz, sizni talabingiz bo'ladigan bo'lsa, talabingizga 100% javob beradigan futbolchida. Futbolchi aytdim, birinchidan qobiliyat, ikkinchidan baribir o'sha yoshlikda yaxshi maktab olgan, yaxshi murabbiy ko'rgan va o'zida haligi psixologik tarafdan muammo. Assalomu alaykum. Ertalab uyg'onib oldik Namanganda, yaxshi dam olib. Bugun ertalabdan Odil akaning uylariga syomkaga boramiz va bo'sh qo'l bilan bormaslik uchun mehmonga shirinliklar bilan boramiz. Shirinliklarni Yandex taomlardan zakaz qildik, oz kelib qolish kerak. Rahmat. Jahon chempionatini ko'rasizlarmi? Ha? Nechinchi o'rinni olamiz? Bir aka. Birinchi o'rin jahon chempioni bo'lamizmi? O'zbekiston Portugaliyaga o'ynab boradi. Ha, Portugaliyada kimga qarshi o'ynashimizni bilasanmi? Ha. Kimga qarshi? Cristiano Cristiano. Ronaldo. Cristiano yoqadimi yoki Messimi? Cristiano. Cristiano yoqadi. Yutamizmi? Ishlashamasa Odil akada. Odil aka eng zo'ri. Qatarga gollar ham otib qoldilar. Assalomu alaykum Odil. Cristiano'ni Messimi desam Odil aka deyishdi. Qishloqdoshlari, mahalladoshlar. Sizga narsa bo'ldi endi yoki mehmon kelganda. Ketdik, uyga kiraylik. Yuringlar. O'zingizlar yaxshi dam oldinglarmi? Ha, rahmat. Shu haligi tug'ilib o'sgan xonadonim. Shu rostdan tug'ilib o'sgansiz. Ha. Joyi almashtirmasdan, prosta uyi yengilab shu yerda qolgansizlar. Uy yengilab. Demak, bu ko'cha, mahalla siz o'sgan mahallalar. Ha, Bobur Manushular. Men bu yerda men ko'chaga e'tibor bergan bo'lsanglar, shu ko'chani tugashidan keyin u yoq dala bo'lgan. U yoq dala bo'lgan, keyin shu ko'chani oxirida stadion bo'lganda. Men chiqardim, peshkom tez yetib borardim, o'sha yerda shug'ullanib, shu yerda katta bo'lganmiz. Keyin endi aholi ko'payib, haligi bular tushib ketdi.
uylar tushib ketdi. Yuringlar, bir uyga kiraylik, bir piyola choy ichaylik. Yuringlar. Alaykum assalom. Salom berdingizmi, qizim? Akazam, ukazam o'zingizga juda o'xshaydi. Bir rasmga ko'zim tushib qolgan edi. Kichkinaligizdek to'rttalaviga tushgan rasmni qaytarib qilgan ekansizlar. Andaqa rasmlarni. Qanaqa rasmlarni bildingmi? Eski rasmlarni. Olinglar. Bu nimalardan? Bu nima? Bu xato. Andaqa qo'shib bergin, mana shunday ichib ko'ringlar. Andaqa Qo'shnilarni xatimi? yo'q, o'zimizniki haligi bog'imiz bor, dadamdan qolgan bog' bor. O'sha yerda kichkina ukam mol qo'y shunaqa qilib boqadi. O'sha yerdan keladigan anaqa sutdan qilinadigan. Mana bu qotib qolganidan bilinadi qanchalik yengilligi, svejligi. O'ylaysizmi? Yeb ko'ring. Yo'q, men yedim. Ertalabda bitta yeyman. Kichkinaligimda rahmatli buvim sut sotib olardilar, o'zlari qatiq qilib qo'shnilarga sotardilar. Mana shundan svejий tepasidan qotib qolgan eng mazali joyini olib berardilar. Kichkinaligida yeb yurardik maza qilib. Berchi. Ha, bering, kiravering. Endi buni siz et berasiz. Mana shu yerdan bu kameraga ham yaqindan olib turaman. Bu rasm andaqada tushirilgan. Germaniyada Olimpiya terma jamoasi bilan andaqaga sborga borgandik. Bu Rayna deb yozilgan ko'raman, Frankfurtda bo'lsa kerak. Frankfurtmidi? O'shanaqa Frankfurtda adashmasam. Olimpiya terma jamoasi bilan Necha yoshingiz bu? sborga borganman 2005-yil. Ha, bu bir 17-18 yosh ekansiz. Shunaqa. Men bu rasm shaharda futbol komandasi bo'lardi. Namanganda. O'sha yerga borganmiz. Mana eng kichkinasi men. Lekin yoshingiz teng. Yo'q, bu akam mani. Endi hali oldinlari bitta hali komanda shakllantirilardi, yoshiga qaralmasdi. Siz jismoniy tarafdan yoshligingizda o'zingizga tengdoshlaringiz bilan bir xil bo'lganmisiz yoki keyinroq o'sish bo'lganmi? Yo'q, menda keyin o'sish bo'lgan. Boshida kichkinaroq bo'lgan. Boshida kichikroq bo'lganman, keyin o'sish bo'lgan. Bulardan aniq qilsa 2 yosh, 3 yosh farqimiz bo'lgandi. Endi bularning orasida eng yoshi men bo'lganman. Bu sizda tanlovlarda boshqa narsalar qiyinchilik tug'dirmaganmi? Sal kichkinaroq bo'lgansiz? Bo'lgan, qiyinchilik tug'dirgan. Hali komandalar aytyapman, o'sha Navbahor komandasi ham o'shaning uchun hali qilgan. Navbahorga o'shanga olishmaganmisiz? Navbahorga o'shanga olishmagan. Mana rasmni bitta qaytarsak buni qanaqa telefonga olgansiz? Bu haligi kichkina telefonlar bo'lardi. Nokia 63mi? 6300mi? Shunaqalar bo'lardi. Bundoq qilib rasm olinadi. O'sha legenda rasmlar hammada bor. Futbolda umuman eng taniqli, eng afsonaviy uchratgan odamingiz kim bo'ldi? Futbolchilar ichidan yoki futbol mutasaddi? Maradona uchratgansiz. Maradona Anjida o'ynaganimda o'sha Maradona tashrif buyurgan. Maxachqalaga. Yo'q, Dubayda zbordamiz. U o'sha mahal Dubayda trener bo'lib ishlardi. O'shani tashrif buyurgan, o'shani ko'rishganman. Eng ko'rgan mashhur haligi kuchli futbolchi. Maradona bilan ko'rishganingizda mana aura deyishadi-yu. Odam o'zini tutishi, xarizmasi, shunaqa narsalar sezilganmi yoki nimadir esda qolganmi? Endi Maradonani endi hamma o'sha yoshligimizdan bilardik. Uni qanaqaligini, o'sha xulqi, fe'l-atvori, u qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rsatadigan odam ekanda o'zini. Nimadir bekitib yo kimdir uchun bunaqa ko'rinishim kerak emas, qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rsatadigan odam. Anjida ham juda yulduzli tarkibda o'ynagansiz. O'sha kichkinaligingizda poster osilib turgan o'yinchilar bilan bitta razdevalkada bo'lish yoki maydonga tushish aynan siz uchun chet eldagi birinchi tajriba bo'lgan. O'zingizni yo'qotib qo'yib, yulduzni ko'rganda tizzalari qaltirab ketadigan unaqa narsalar bo'lganmi? Endi birinchi borganmiz
birinchi borganimda baribir Braziliyadan kelgan o'yinchi O'zbekistondan kelgan o'yinchida. O'zbekistonlik o'yinchi-ku degan fikr hammada bo'lgan. Bu sal pastroq qarashgan demoqchimiz. Ancha past qarashgan, chunki o'sha Rossiyada O'zbekistondan borib, o'sha paytda Mirjalol Qosimov o'ynagan. Undan keyingi holatlarda juda ko'p futbolchilar borib o'ynolmay kelgan. O'shaning uchun o'zbeklarga qiziqish kamayib qolgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Baxtiyor Ashurmatov borgan, Qo'shilov borgan, Nikolayev borgan. Ular borib turib, o'sha omadli bo'lmaganda ularning transferi qaytib kelishgan. Endi shunaqa haligi ularda ham shunaqa fikr bo'lgan. Endi o'zbek kelib o'yna oladimi, yo'qmi debdi. Aynan Roberto Carlos shu yulduzlardami? Yo'q, endi rahbariyatda deyapman. Rahbariyatda keyin o'sha borganman. Borganimda endi baribir O'zbekiston haqida qaydir eshitgan, qaydir eshitmagan. Endi u joyda futbolchi bormi, yo'qmi degan savol qiynagan ularni. Endi boshda hali hayajonlanganman, lekin aytyapman, ko'p shunaqa anaqa bo'lardi menda. O'zim psixologik tayyorlardim. Yo'q, bular ham futbolist, sanga o'xshagan futbolist. Hech qanaqa ortiq joyi yo'q. Chiqib turib, xuddi shunaqa o'ynashim kerak. Men bularning oldida nima bo'pti? Hali Realda yo boshqa komandada o'ynagan bo'lsa, xuddi menga o'xshagan bular ham dirdim-da, chiqib turib o'zim tayyorlardim shunaqa. Carlos bilan Roberto Carlos birinchi uchrashuv qanaqa o'tgan? O'zbekiston to'g'risida bilganmi umuman? Bilgan, chunki andaqada Antaliyada zbor bo'lgan, o'sha yoqqa kelgan. Keyin endi hali gaplashganmiz. Uni ham bir vaqtlari Bunyodkorga olib kelmoqchi bo'lishgan, aytgan. O'sha Rivaldo baribir Bunyodkorda bo'lganligi uchun O'zbekiston haqida eshitgan bo'lgan. To'g'ri, Rivaldo Scolari'ga kelgani baribir. Bu Paxtakorda mana 2006-yil ekan. 2006-yil Nepomnishi trener bo'lib kelgan payt. Birinchi darsga Ravshan Haydarov. Dars skameykada joy yo'q edi menga. Ko'ryapsizmi? U Paxtakor stadionida. Paxtakor stadionida. Skameykada joy yo'q edi, o'shaning uchun Ibrohim Rahimov shu oyog'im tagida o'tiraman. Endi o'zi siz payt молодой bo'lgansiz. U paytda endi молодой bo'lganman. Keyin mana 25-may ekanda, shu adashmasam, hali Torpeda bilan Paxtakor 50 yilligi bo'lgan. Bu Moskvaning Torpedasi kelgan. Moskvaning Torpedasi kelgan. O'sha kuni keyin o'sha kuni kechqurun biz Buxoroga kubok o'ynagan chiqib ketganmiz. Endi mana shu o'yinda shunaqa voqea bo'lganki, zaxirada o'tirgan hamma futbolchilar tushgan. Torpeda bilan Tavarskiy bo'lganda, bitta men tushmaganman. Endi shunaqa alam qilgan, chunki Valeriy Nepomnishi dublli o'yinni ko'rmasdi. Keyin mana shu o'yindan keyin biz Buxoroga kubok o'yiniga borganmiz. Vobkent bilan 1-0 yutganmiz. Men gol urganman. Endi haligi asnovada tushmaydigan futbolistlar o'shalar borgan, dublli o'yinchilari. Keyin o'sha Buxorodan chiqqanmiz, haligacha esimda-da. Ilhom Sharipov o'sha oldingi futbolist, Paxtakorda ishlardi o'sha mahal. Ilhom aka, men tayyorman. Birinchi kurik tugashiga ozgina bor. Men tayyorman boshqa komandaga ketishga. O'zi degan, sen tayyorsan bilaman. Men shu Qizilqum bilan o'ynab olaylik, boraman degan. Borib gaplashaman, sen boshqa komandaga arendaga beramiz degan. 2026-yil 25-may. 2006-yil. 2006-yil. Shu sanadan sardorlik bog'ichini taqqinishiga qancha vaqt o'tgan? 2 yil. Demak, 2 yil ichida jamoada joy topa olmasdan chiqib ketishdan jamoa sardorigacha yetib borgansiz. Shunaqa, ha. Keyin 2008-yili mart oyida eslayman, mart oyida shu jamoa sardori bo'lganman.
asosan shu mahallada futbol o'ynardikda mana. Mamiz Salbaga bitta g'isht qo'yardik, Nargiz Salbaga bitta g'isht qo'yardikda. Keyin endi bu tarafdagi qo'shnilar chiqib gapirishardi, keyin bu yoqqa o'tardik. Bu qo'shnilar haydardi, u tarafga o'tardik. U qo'shnilar shunaqa qilib ko'chani boshidan oxirigacha. Bu taxminan shu siz 7-8 yosh bo'lgansizda? Ayni o'sha 6-7 yosh mahalimda. Mana shu yerdan uydan chiqardimda razminkaga yugurlab stadionga borardim. O'sha to'g'rimizda ko'rinib turgan uy stadionni boshlanishi. Bir tomondan omadli joy tug'ilgan ekansizda, stadion shunaqa yaqin joyda bo'lgani. Shunaqa aytyapman-ku, shu joyga kelardim. Anaqa qilardim, yugurardim, keyin o't qilardim, uyga borardim. Shunaqa qilib mana shu stadionda yashaganman-da. Mana shu joy shundoq stadion bo'lardi. Bolalar oldiga borib ko'ringlar, qarshi bo'lmasangiz. Mayli. Surpriz qilamiz. Tanishdingizmi sizni? Endi hozirgi yoshlar Kechida ekan ahvolda. ha, Odil Ahmedov meni oldimga keldi. eshitgan bo'lishi mumkinmi? Oo! Bu flashback-u. Bolalar qalaysizlar? Qayerdan oldinglar bu kartochkalarni? Qaysi? O'qdi. Yutdimi? O'ynaganmi Sodir aka? Qani? Mana bitta o'ynaylikchi kelamiz. Qani menga ham berchi. Bormi o'zbek futbolchilar? Kim bor? Oltin kartalaringlar ham bor ekan. Kim ani? Mendimi? Davay. Messi, Sergio. Qani? Boshladikmi? Siz ham yoshligingizda o'ynaganmisiz bu narsalarni? Endi bizda haligi bo'lardi. Jivashkaning ichidan chiqadigan nakleykalar bo'lardi. O'shanaqalarni o'ynaydi. Konfetlarni o'ramasi. Men opit bor-da. Aha. Uchinchisida bu o'xshamay qoldi. Vay. Hammasini yutib olaman hozir. Jahon chempionatini ham ko'rasizlarmi? Kimga baliz qilasan? Men qiziqamanmi? Kimga qiziqasan? Ronaldoga. Ronaldoga? Sen kimga baliz qilasan? Abbos Ronaldoga qarshi o'ynaganda kimga baliz qilasan? Abbosga. Abbosgami? Sanchi? Ronaldo. Ronaldogami? O'zbekiston Portugaliya o'ynaganda kim yutadi? Bilmayman. Kim yutishini xohlaysan? Ronaldo. O'zbekiston. O'rtog'i bilar ekan nima deyish. O'zbekiston jahon chempionatida nechinchi o'rin oladi? Bir rosa kerak. Bir rosa kerak. O'zbekiston Portugaliya hisob nechi bo'ladi? 3-1 bo'lsa kerak. Kim yutadi? Gollarni kim uradi? Gollar. Abbos, Shomrodov, keyin Masharif. Yaxshi niyatla Masharif ham qaytib termaga. Mana buni men olib ketaman, ha. Rahmat. Rahmat. Aka. Aka emas. Bular Odil Ahmedov okalar. Tanidingmi bularni? Taniyman. Ha? Qayerdan taniysan? Qo'llarini ham taniyman, Komil aka. Dedixonning oshnalar. Bular kimlar? Taniqli qo'shiqchilar, to'g'rimi? Qo'shiqchi emaslar-ku, futbolchilar-ku. Bularni qayerdan oldinglar? Do'konda. Do'kondami? Ha, do'konda sotadimi shunaqa? Mizamga 8ta. Mizamga 8ta, 7ta, 6ta. Sanda nechta karta bor o'zi? 2000 taga yaqin. 2000 ta? Qachon boshlagansan yig'ish? Eng krutoy o'yinchi kim kartalar ichida? Nima deysiz? Eng zo'ri kim? Cristiano. Cristiano. Videoda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Futbolga qiziqasanmi? Kimni taniysan futbolchilardan? Sizdanmi? Kim bular? Odil Ahmedov. Qayerda ko'rgansan bularni? Qayerda ko'rgansan? Qaysi klublarda o'ynaganlar? O'zbekiston. O'zbekistonga o'ynaganlar. O'zbekiston jahon chempionatida ko'rasizlarmi? Ha? Portugaliya bilan o'ynagan nechi bo'ladi hisob? Bilmadim, O'zbekiston yutsa kerak. Yutadi. Jahon chempioni bo'ladimi? Bo'ladi. Kim eng ko'p gol uradi? Kim ko'p gol uradi? Kimlarni taniysan bu Kimlarni? futbolistlarni hozirgi sborniydan, terma jamoada? Abbos, keyin Husonovga, Mana. keyin O'tkir, Hammasi og'aynilarda Ostonov bular. bilan taniyman.
Молодец. Sanchi? A. Sen futbol ko'rasan? Ha? Kimni ko'rasan? Kimni yaxshi ko'rasan? Kimni yaxshi ko'rasan? Hmm. Futboldanmi? Futboldanmi bitdilar. Yo'q, xohlaganingni aytaver. Xohlaganlarni Ha, qaysi futbolchilarni ko'rasan? Qaysi futbolchilar yoqadi? Abbos, Hamma Abbosni Abduqodir hozirgi. Abduqodir, Nimasi bilan yoqadi Abduqodir Husanov? A. Nimasi bilan zo'r? Yelka qo'yishi bilan. Nimasi bilan? Yelka qo'yishi bilan. Ha, yelka qo'yishi bilanmi? Zo'r. O'zbekiston nechinchi o'rin oladi jahon chempionatida? A. Nechinchi o'rinni olamiz? Birinchi o'rin. Birinchi o'rin, ha? Молодец. Faqat g'alaba. Bo'ldi. Charchamaylik. Rahmat aka. Amerikada nasib 3 ta o'yinni hammasiga birga tushamiz. Birinchi Nyu-Yorkda yig'ilib, Nyu-Yorkka aylanib, eng zo'r, eng qiziqarli joylarni ko'ramiz. Undan keyin Odil aka bilan birga Mexikoga, O'zbekistonning birinchi o'yiniga uchamiz. Undan keyin bilasizlar, ikkinchi o'yin Portugaliyaga qarshi Hyustonda va uchinchi o'yin Atlantada ham birga bo'lamiz. Odil aka, Ko'rishguncha. zo'r bo'ladi sayohatimiz. Albatta, qiziqarli sayohat uyushtirib beramiz. Kuzatib boringlar, like, podpiska, izohlar.